maqsad bitta, ishchi o'rnini ko'paytirish, kambag'allikni qisqartirish uchun bo'lyapti. Bugun muhtaram prezidentimizning tashabbuslari bilan viloyat hokimini yig'ilishlari bo'lib o'tmoqda. Hokimimiz mana subsidiya asosida ayollarimizga, qizlarimizga, kam ta'minlangan ayollarga subsidiya asosida mashinkalarga yordam beryapti. Men yakka tadbirkorman, hunarmandchilik bo'yicha. Mana shu subsidiya asosida olayotgan mashinkalarning egalarini bepul ta'lim bilan o'rgataman. Kasb hunarga o'rgatishga yordam beraman. Inshaalloh ularni kasbga egallashlariga yordam ko'mak beraman. Buning uchun muhtaram prezidentimizga va viloyat hokimimiz, Oltinsoy tuman hokimimizga tashakkurnomalar aytaman.